Ya xo'p, bir karam tayyorlab tushgayda qolibdi-shunmi? To'liqlab qo'ysangiz o'tgan. Men berkat o'g'il oldim. Men nimadan olsam bo'lar? Ya, men yordamlashib bersangiz bo'ladi, men telefonimni. Ma'qul. Ma'qul deb qo'yib, yana telefonini otqinni. Ya xo'p, men ilaqa kostyum bilan ichida oyiqim mush ishkaptimi yo boshqa yoqqa qo'yib qo'ydingizmi? Ha? Mana topdim. Ya bu da oyoq solgan korpuschi. Ya men gap qilyapman xuddi sizga. Ya mana korpus nada olyapman? Ya zat kim bilan paranlashyapsiz? Hech kim. Ishkapni qarab beqma. Ya xo'ta, men saqal og'ishim ko'rdingizmi? Ya men saqal og'ishim ishkab yo'q turdi. Ya bu gap qilsangiz men kechikib qoldim deyman. Ekran telefoningizni. Kim bilan paranlashyapsiz? Men bir ko'rib boqay. Hech kim emas, hech kim emas, voyjon. Ay men bayamak kim bilan paranlashyapsiz deyman. Voy, hech kim emas, menga kechiksiz. Chiqmasiz deb qo'y, dekor qilinchi bu, ha? Menga. Bak, quloq boshqa qara anglab qolsa bekor, yaxshi bo'lmaydi. Xo'sh, ma'qul. Berib oldingizmi? Adaş demiş kodsa. Uyda deyish ko'rib o'tdim. Men kelib oldim xotin. Yo'ldoshim komandirovkaga ketgan, uyda ko'rishamdiq, men uyda saqlay. Yo'ldoshim komandirovkaga ketgan, uyda ko'rishamdiq, men uyda saqlay. Qaytirib oldi-ku. Men uydan chiqmay yana bir ekirding ne? Endi tutildingmi? Niye? Ha? Kine bu? Kine? Voy, nima qilni? Kaçırdık kimle onu kim oldu bu? Ha? Voy, nima qilyapsiz? Nima qilni? Bu ne? Fazla öyle mi? Kıcan. Hey, nima qilyapsiz? İşte. Voy, nima qilyapsiz? Voy, shu nima qilni? Müşerim. Çıkar. Hey! Kine? Çıkar. Voy, nima qilyapsiz? Hey, siz. Voy, nima bo'ldi? Bulattı. Bunu. Hey, nima deb yuraysiz? Azam şu ben. Talağa çıkışım bile birden başlap buldum neydi? Tek kiyimlerimi kiyişke ölgemepti. Ben hazır başlaydı gen. O yeni başlattı. Ha? Bana yer balıkın bilmepti. Bildim ha? O likep bunun yeri bağ yok falan. Men onun işim bağ. He? Ağzı cam mışın apıp gitti bu. Ha? Toxta, ne demek siz? Ne demek ya? Ben onun yeri. O bildim ha? Şu ben bayam kirgensiz yo'qkansiz. Elbette ben bu vakit kiremeysen de. Uy, qiziq gap qildingiz ya. O siz bulan bulman kiryerime ben. Huy, ben bu vaktimi kirgen bitti. 3 gün aldı kelsem uflatıp kelsiz ha yatak koydum. Ya beni azırak olsam közge yazıp koçala bulmamdı değil mi? Aman, nima deb yuraysiz? Bu yana odami bu.
Voy to'xtang. Bu yerda bir uqishmaslik vaka qarang. Bu Viyaning adimi bo'lsam nima bo'pti, ha? Shu xotinning ustiga telefon qilib turban buzilib qoldi deb, shunga turban o'ngshig'li keldim. Mavo mening xizmat formam mana. Mavo mening turban o'ngshaydigan uskunlar. Ana turban o'ngshsam bo'lmabdi. Bo'ldi. O'shayra. Xuddi o'shayra. Jinim qo'l taqapma. Taqapma. Nim ko'rib keldimni. Mana shu o'zimga o'xshay, o'ylab qolgan o'xshayman. Qiziqgina. Birdan naqshanlab qo'ygan, ajib jo'shdi odamlar. Mana, ha? Hamma bundan keyin diqqat qilsam bo'ldi-ku. Men shu sizni yaxshi ko'rganligimdan mana gumonlanib qoldim. Hey, siz menga ishonmamsiz? Ishmi? Arayalla o'tirsida ishash bo'lmasa qanday bo'ldi? Nima qilsiz men bilan uy tutib menga ishonmaydigan odam? Men unda demoqchi emas. Men faqat men qanday qilmas ishonmas sizga. Bo'ldi qiling, men bundan keyin qilmasam bo'ldi-ku, ha? Bundan keyin diqqat qilma. Ha? Xotin, sizning menga ishonishingizni umid qilma, ha? Ilonga? Ha, amsam bo'ldi. Kim o? Bizning shahar qiz ola. Ole. Ammachi. Ole. Xizmatdan ketib qisbek. Ole. Vay. Vay. Aka yaxshimi? Men sal yaxshi emas. Yaxshi. Siz uydimi? Men o'yitganman. Uyingiz qanchinchi qavatda? Ha? Siz nima aytdingiz? Men dayorangizni oldida. Men tushak. Bo'ldi, men tushmasam bo'g'dak siz chiqing. Bizning uy ikkinchi qavat, ikkinchi uy. Ikkinchi uy. Ha, ma'qul. Aris aka ayolingiz yo'qdi? Yo'qdi. Ajib yaxshi. Ma'qul, hozir chiqayamsan. Ma'qul. Xoy. Tutuldingmi? Voy, ya, xudo siz xato tushunib qoldingiz. Mening boshqa ishim yo'q, ras xizmatdash. Noynoq chiqqandan keyin meni yo'q deb paranglab chiqdingmi? Voy, nima ish qilma? Bir ig'iz gapni yo'q bu yoqqa qo'ygasan. Siz xotin hozir ishga ketdi. Er xotin o'tirsa ish bo'lmasa uyda qolib da'vatimiz-ku. Ko'tara unda qishanchani. Mana ochi. Voy, Ochi. Mana. stop. Ochi davatmi? Yaxshi. Yaxshi aka. Sizni amroq deb men Berkatning tayyorchiplarini olib keldim. Voy, rahmat. Avvar bo'lib. Hech qisi yo'q, kirsam bo'ldi-ku? Bo'ldi. Hay, Fuqaro'ta. Men kelib avorib yurgansiz, ha? O'tiring. Hey aka, men uchun sizga degan bir muhim gapim bor, shuni izlab keldim. Bugun demasangiz faqat pulmanda. Yo'q, bu ishni sizdan boshqa hech kimga degan olmaydi. Men bitalay. Bo'pti. Unda o'zchu, bu ishni ikkimiz ham o'qib qolaylik. O shirkatdagilar faqat o'qimsinmi? Ikkimizni o'qib qolamiz. Ikkimizdan boshqa hech kim o'qimaydi. Jan xijil bo'lyaptimi? Kelishda xijilamagan odam, deyishda xijilamsiz. Meningcha, bo'yimda qoldi. Nima qildi? Qachon qopdi? Ha? Ey, manim deydi. Aka, men ayolim yo'q degan-ku. Bo'lmagan bo'lsam yana birini tug'ay deganmidi? Yo'q. Digina. Munosabatlar qachon boshlandi? To'y qilgandan keyin. Sizlar to'ymi qilib bo'ldinglarmi? Yo'q, men to'y qilgan. To'y qilib qanchalik bo'ldi? 3 yil oldi. Sen ishkimizni tang olding digina. Qutqun qachon qoldi? Voy, o'tgan turpaq bog'andan keyin shu. Sen komandirovkaga chiqaman deb bo'l deb shudingmi? Yo'q, xotin. Shuning uchun men komandirovkaga chiqadiganimda sirtqi ishlarni qilmay deb kelgan shu. Voy, qimman xinim. Uyga kelib tug'mayman boqay. Meni bolam emas, Voy, hadavi. Men faqat gap qilishni uqmayman, mendan ketib qopti, siz xato tushunib qoldingiz. Voy, bu ish-chu asli menda ish.
Ma ikkimiz bir shirkat ishlaymiz. Komandirovka chiqadigan, tuvanga bozorga tushadigan ishlarga mush akam mas'ul emasmi? Shu boshliqqa deb qo'ysa, buniki men ashta ishlarga sanmagan bo'lsa deb shu izlab kelgandim. Nimandaq nochasiz? Ha? Qo'sqilib odamga ruxsat bermadingizmi? Ben ne kıldım? Bu da ruxsat bermagan. Qanday qiling? Sonlar bek sat bo'pti. Hech qisi yo'q, hech nima bo'lmaydi. Bek ostranjimo. Bu qo'sqilib qolgan degan bek yaxshi ish. Unda o'zi bek sat oldi, men menaveray, yana ishim batdi, ketaveray. Yo'q, men tomoq etay. Yo'q, adab bo'ldi, ishim batdi, shu menaveray. Rahmat aka. Rahmet ben size rahmet sen buldum beni kurtuldurup kaldınız. İrem. Voy, xopim bana şu men sizni bek yaxshi ko'rganishga bek jiddiylashib ketibdim-a. Voy, boyam deyishdi-ku, Ariyallar o'tirsida ishlash bo'lmaydi de. Kötüre ya ondan işin çıkmıyor. Ay, Irem!